Shahrisabzda joylashgan Oqsaroy majmuasining qurilishi 1380-yilda boshlanib, pardozlash ishlari 1404-yilgacha davom etgan. Bu saroy Amir Temurning onasi Takina-xotun xotirasiga bag'ishlab qurilgan. Bizning davrimizda saroyning 2 tog' ustunlaridan iborat qismigina yetib kelgan xolos. Oqsaroyni asosan Xorazm, Eron va boshqa joylardan keltirilgan usta quruvchilar bunyod etganlar. Masalan, asosiy peshtoqtining morpech bezagida koshinkor usta Muhammad Yusuf Tabriziyning nomi 2 marotaba takrorlangan. U 20 yil davomida qurilgan noyob durdona bo'lib, bugungi holat ham kishilarni hayratga soladi. U dastlab 73 metr balandlikda ega bo'lgan. Saroydagi hovuzga suv taxtaqorachi dovonidan qo'rg'oshin quvurlar orqali oqib kelib, undan sharshara hosil qilib pastga tushirilgan. Saroyda suv tozalash, havo almashinishi, nur va soya yorug'likni muvofiqlashtirib turadigan texnik, me'moriy, badiiy va yechim ishlab chiqilgan. Oqsaroy poydevori g'ishlariga oltin qumi aralashtirilgan. Poydevor ancha chuqur bo'lib, bir necha qatlamlardan iborat. Ular saroyning uzoq turishi va nam o'tkazmaslikka mo'ljallangan murakkab usullarda mujassamdir. Oqsaroy devorlarida ranglar jilosi, tarixiy, falsafiy va diniy mavzudagi kufiy suls yozuvlari, koshinkori bezaklari, islomiy grix naqshlarining o'zaro uyg'unlashishi binoga ajoyib va sehrli mazmun bag'ishlagan. 7 xil rangdagi tabiiy naqshlar bilan bezatilgan Oqsaroy peshtoqida Sulton Allohning yerdagi soyasidir degan mazmundagi yozuvlar bitilgan. Oqsaroy peshtoq ustunining old tomonida cho'zilgan oltiburchak shaklida arab tilida adolat davlat asosi va hukmdorning shioridir deb o'qiladigan yozuv 6 marotaba takrorlangan. Oqsaroyning oldi tomonidagi cho'zilgan peshtoqida arab tilining kufiy uslubida va tilla suvi yurdirilgan matnda shunday o'qiladi: Podshohlarning so'zi so'zlar orasida podshohdir. Shuningdek, Oqsaroyda bizning qudratimizga shubha qilsangiz, biz qurdirgan imoratlarni boqing. Oqil o'z amaliga suyanadi, johil esa orzu umidiga kabi hikmatli so'zlar bitilgan. Ranglarning oy yorug'ida jilolanib oqarib ko'rinishidan bino Oqsaroy deb nomlangan. 1973-yil, 1975-yillarda arxeologik tadqiqotlar, 1994-yil, 1996-yillarda konservatsiya ishlari olib borilgan.